Tushda ko'rilgan daraxt qanday mevali daraxtligiga qarab turlicha ta'bir qilinadi. Tushda anor daraxtini ko'rish foydali va badavlat kishiga, bodom daraxti esa go'zal hamda sohibjamol ayolga ishora bo'ladi. Tushda ko'rilgan yong'oq daraxti aziz va oliyjanob insonni, jiyda daraxti esa ruhi yengil hamda ulug' bir olimni bildiradi. Tushdagi olma daraxti kasalmand kishiga, olxo'ri daraxti esa barchaga yordami tegadigan tabibga dalolat bo'ladi. Tushda xandon pista daraxtini ko'rish badavlat, lekin baxil bo'lgan insonni, xurmo daraxtini ko'rish esa aziz va ulug' bir kishi bilan uchrashishni bildiradi. Tushda ko'rilgan shaftoli daraxti